1-avgustgacha paxtani qaritib bo'lgan bo'lishimiz kerak edi. 1-avgustda qilaman deb qarab o'tirganlar ham xato qiladi. Mayli 1-avgust kuni qilsa ham zo'r bo'ladi. 10 kunda effektiv bo'ladi, 10 kunda. Lekin 1-avgustda hamma tugatgan bo'lishi kerak dalasini. Qaysi dalani qaritish kerak? Qanaqa qilib qaritish kerak? Birinchidan bunga etifon sepish kerak. Etifon garmon, qarish garmoni. Shu etifon garmonini sepish kerak. Etifon garmonini sepsangiz nima bo'ladi? Birinchi o'rinda mana shuncha ko'k massa ovqat. Bu mana sintez bo'ldi. Shu ovqat darrowcha bargda turibdi. Bargdan omborga o'tadi. Ovqat pastga yuradi, pastga. Shuning uchun nam bo'lsa, suv tepaga yuradi. Etifon sepganingizdan ovqat. Hamma ovqatni maqsad shuni olishimiz kerak edi. Yillar davomida biz bu ovqatni to'kivardik yerga. Olmasdan. Hozir etifon sepsangiz, etifonning eng katta foydasi hamma bargdagi ovqatni yerga alinga oladi. Ko'sakka, tomirga, ildizga oladi. Omborlarni to'ldiradi. Sizlar bilmaysizlar, omborlar bor u yoqda. Omborlarga sig'maganini tanasiga to'ldiradi. Tanasi ham shishadi. Qolganini ko'sakka to'ldiradi. Ko'sak ham shishadi. Shu paytida mana bu joy kapillarlari ochiladi. Chunki ovqat sig'magandan keyin bunga sig'dirishga harakat qiladi. U nima qiladi? Ildizga olib boradi. Ildizda to'playdi, ildizni ombori bo'shatib, toza ovqatni bunga beradi. Toza ovqatni bunga beradi, ovqat bunga tushaveradi. Hech qachon to'g'ridan-to'g'ri bunga kelmaydi ovqat. Ildizdan keladi. Bu tomirlar ochiladi. Tomirlar ochiladi. Shunday qilib hamma ovqatni olib olamiz. Dala to'zib ketadi. Dala qariydi. Bargi qizaradi. Hamma mayda-mayda gullar gullashdan to'xtaydi paxta. Mayda gullar ketadi. Mayda ko'sak to'kilib ketadi. Nimaga? Bu tushunadi paxta. Qish kelyapti. Endi bu bola bo'lmaydi. Qayg'uradi. Bola qila olmayman, katta qila olmayman buni deydi. Tashlab yuboradi. Endi tashlab yuborgandan keyin pastdagi ko'saklar turibdi-yu, bularga endi ovqatini beradi. Ilhaqlik yo'q ketadi. Ilhaq bo'lmaydi. Ko'sak katta bo'ladi. Etifon sepganingizdan keyin eng katta o'zgarish, poya qizaradi, qariydi. Ko'sak katta bo'ladi.